Hammaga salom obunachilar. Bugun men Worldbox'da ChatGPT vs Claude jangi bo'ladi. Sizlarga boshqa tushuntirib beraman. Bu qanday bo'ladi? Bir tomonda ChatGPTniki, yo'q tomonda uni odamlari bo'ladi, mana bunaqa odamlar bo'ladi. Har bir komandaga boshida 10 tadan o'yinchi beriladi, keyin u xohlagancha ko'payadi. O'zi ko'payman qo'ymayman. Va yillar tanlanadi. 100 yil, xohlasa undan ham ko'p, qanchalik ularni o'zi tanlaydi. Va zonalar. Qanday? Zonalar. O'rmon, cho'l, shuni muzli zonalarda hammasi ular tanlaydi. Men ularga qo'yib beraman. Zonalarda va yilni ular o'zi hal qila oladi. Qani birinchi bo'lib biz ChatGPTga yozamiz. Va ChatGPTga kirib olib Play Market'dan tezroq kiradi. Ochish. Juda sekin kiribdi. Oldinlar video olgan vaqtim sekin kiradi, olmagan vaqtdan tez kiradi. Xo'sh. Ben Claude'ga yozib ko'raylikchi. Buradan esa Claude chat GPT vs Claude SMSD Selah World Box o'yinda sizlar va yozib bo'ling.
Endi bunisining javobini kutamiz. Xo'sh, u nima deb javob bergan? Mana hali yozib chiqdi. Nimaga kirmaganini bildim. Internetni qo'shganim yo'q edi. Reklama chiqmasligi uchun sehrli o'rmonni tanladi va bu 200 yil. Aslida 200 yilga ko'ndirdim. Chunki bu tanlagan yili ko'rsataman. 2085 yil. Bu juda uzoq vaqt. Unga men uni tezlashtira olaman. Lekin tezlashtirsam ham bu juda uzoqqa cho'zib ketadi. Shuning uchun 200 yilga ko'ndirdim. Claudi tanlagan esa u ham sehrli o'rmonni tanladi. Men shuncha narsani taklif qildim, u ham rozi bo'lmadi. Buni ham 200 yilga ko'ndirdim. Chunki bu tanlagan yili 1200 yil. Bu ham ko'p. Shunga buni ham 200 yilga ko'ndirdim. Shuning uchun nimalarni ulashgan zonalarni qo'yib, bunchadan ko'p chiqaman. Daraxt kerak. Bu sehrli o'rmon, ikkalasi ham sehrli o'rmon tanladi. Ikkalasi ham sehrli o'rmon tanlagani uchun ular ikkasiga ham sehrli o'rmon qo'yib chiqamiz. Tezroq ekilsa ularga daraxt ham qo'yib chiqishim kerak ekan hali. Endi bir tomonga shuni qaytaraman. Yaxshi amallarda 200 yilga ko'ndira oldim. Bo'lmasa bu juda uzoq bo'lib ketadi. Men buni tezlashtira olaman har yili. Tezlashtirish emas, lekin 1200 yil. Bunga tezlashtirsa ham juda uzoq vaqt ketadi. Men ularda ikkoviga faqat odamlarda aytdim, chunki elflar bor, mittalar bor va devlar borlarni ochish uchun pul kiritish kerak. Men kiritganim yo'q, shuning uchun ular odamga o'ynaveradi. Daraxtlar butalar, gullarni ham qo'yib chiqaman. Chunki bular ochdan o'lmasligi uchun ular shuni yeya oladi. Navbatga baqqa shuni qatarib qo'yaman. Ular ikkoviga ham sehrli o'rmon tanladi. Endi o'yinchilardan 10 dona qo'yaman.
1, 2, 3, 4, 5, 9. Qirollik tuzildi nechta bo'yicha? Qani bo'yicha ko'rsatayapman. Vaqt to'xtatay. Bu yoqqa 9 kishi ekan. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'nta. Xo'sh, mana kitobda. Endi esa buni tezlashtirish kerak. Tezlashtirishni yo'lmasdan aytaman. Men aytaman faqat. Baqa kiramiz yana vaqtga shuni bosamiz. To'liq hammasini aytolmayman bu bunachilarni. Mana 10 martami, 11 martami. Bosaman baqa mana bu narsa chiqadi. Bosasizlar. Mana. Tezlashib bitadi, shunday tezlashadiki. Qani deyillar. Hozir 9 yil o'tdi. Xo'sh, endi men ularga qarab kelaman. Faqat necha yilda? 20 yil bo'lsin, hech bo'lmasa. 200 yildaman. Faqat bir narsani o'zgartirishim kerak, chunki ular ajralmasligi kerak. Shartnomani o'chirib qo'yaman. Bo'ldi. Ular endi qirollik tutsa ham qirollik ikkiga bo'linib ketib qolmaydi. Yil bo'ldi, necha yil? 20 yil bo'libdi. Qani qarab kelaychi, nimalar quribdi bular. Xo'sh, uylar yaxshi lekin minora charxpalak quribdi. Yaxshi lekin bunaqa temir yotibdi joy. Bahrudali joy ekan. Saroy ham quribdi, qoyil. Endi bunisi qirollik. Sizlar aytganim yo'q, qaysi qirollik? Hali o'zim. Bu qirollik Klaudiniki. Yozib qo'yay. Ular yangi viloyat ochdi. Nomni bitta yozamiz. Klaudi. Klaudiyada 75 kishi bor ekan. Xo'sh, bularchi.
Bak ChatGPT tomonidan. Ular endi viloyat ochish kerak tezroq. 30 yili o'tibdi endi. Ular qaranglar qanday rivojlanib ketdi. 119 ta, 120 ta. Bu tomonimiz qanday rivojlanibdi. U yaxshi, lekin vaqtdan saroylar qurilyapti. Yog'ochdan bo'lsa ham yangi viloyat ochildi. Ular 134 kishi ekan. ChatGPT tomon esa shoshmayaptim man. ChatGPT tomonni ko'rib chiqaylikcha. Mana ularga ham 2 ta viloyati bor ekan. Bitta poytaxt. O'zimizda baqda ChatGPT. ChatGPT tomonidan 31 ta uy, 58 ta aholi, 15 ta askar, qiroli 42 ga kiribdi. 3-chi viloyatini ochdi ChatGPT. Poytaxtda 113 ta, viloyatlarda 15 ta, 47 ta, 118 ta. Tez ko'payib. Endi Claudia tomonda bitta poytaxt, 2 ta viloyat. Poytaxtda saroy qurilibdi. Bog'da katta o'zgarishlar bo'lyapti. Toshli uylarga o'tdi. Binolar, haykallar ham quribdi ekanman. Nima qilish kerak? Kunga aylantiramiz. 20 taliga borib ko'raylikchi. Ham yaxshi, yog'ochli bo'lsa ham. Toshli minora quribdi. O'nga askarlarim kuchaydi. Yaxshi lekin. ChatGPT tomoni. Vaqti bayroqni o'zgartirib qo'yamiz. Bu yerga 26 yoshda ekan. Vaqti boshqaruvchisi. Вот Claudia tomon. Вот ChatGPT tomon. ChatGPT'da вот shturka. Necha yil bo'ldi? Endi 58 yil. Tezroq 200 yil kelsa o'rtani ochaman men. Qayiqlar qurib
To'la qoyil. Klaudiya tomon esa xalq qayg'ularida qurgani yo'q. Poytaxtida 172 ta, bunga 160 ta. Viloyatlarga 25 ta, 76 ta, 31 ta, 113 ta. Bu yerda nima quribdi? Yo'qmi? Tog'mi bu? Nima bu? Malik o'zim bilmayman. Bular yozishni o'rganibdi. Mana bu askarlarni kuchaytiradigan narsa minoralar quribdi, qoyil. Yangi viloyat ochibdi. Baham zo'r kitobdi lekin. Baham yangi viloyat ochdi. O'shanda qaraymiz. Bular nechta viloyat? Xo'sh, bular 3 ta ekan. 3 dona. Klaudiya tomon esa nima ish ko'rar ekan bular? Bular 4 ta ekan. Yomon emas hech qaysi. Hammasi. Endi bular ham 4 ta bo'ldi. Yangi viloyat ochildi. Baqqor yana yozishdi hozir biladi. Hammasiga qarab chiqaychi nimalar qilibdi ekan bular. Qanida? Mana shu. Qirol. Shu askar qarab chiqaman. Qanday qarashdi yo'limga saydi. Bunda emas. Endi 71 yil o'tibdi. Bo'lyapti keldi. Xo'sh, bular keladigan bo'lsak, Baxt qiroli 66. Ishdami? 67 yoshda ekan qiroli. Xo'sh, 56 ta uyi bor ekan. Baxtaklarda. Bu yerning xazinasi 24 ta oltin, 38 ta yog'och, 130, 195 ta, 96 ta, 97 ta tosh, nechtadir olmos. Nechta olmos? Olmos ham topibdi bular. Bitta olmos. Qoyil, olmos topishga ulguribdi. Yaxshi topdi lekin bular. Charkepeti tomon yutadimi deb o'ylar. Baribir bir xil teng yongan 10 tadan yer maydoni bir xil bo'lsa kerak. Ular o'tolmaydi, bir-birini nima qilishi mumkin, bosa olishi mumkin. Men aqlim bilan ishlatib shaqqa bitta tog' qurib qo'ydim. Bu tog'dan ular o'tolmaydi, qancha qilsa ham o'tolmaydi ular. Ular buning uchun necha yuz yildir kerak. Men o'tolmaydim, bilmadim bunisini. Qirol muncha xursand. 240. Ular kuchli. Bilmasdi. Mana bularda
486 ta bor ekan qoyili. Baqqa esa biladi nechta odam bor ekan. Ajralib ketdimi? Ajralishdi yo'q. O'chirganman-ku. Mana. Ular bitta. Ush necha yil o'tibdi ekan. Qaraymiz va 84 deyarli 85 yil o'tibdi. Baqqa ham anchagina kuchaytirishlar bo'pti. Pasaytirishim kerak. Bu qirollikda, bunisida bunday emas. Bunisida qiroli 59 yosh ekan. 48 mingta jami tangalar bor ekan bularda. 139 ta, 130 ta nimadir bor ekan. 60 yosh ekan bularda qiroli. Bularning qiroli ham 60 yosh ekan. Bular 132 ta, ikkita ko'pakavlad, ikkita nimadir. 40 ta kuchaytiradigan bor ekan harbiylarda. Yaxshi, bular 40 ta bor ekan, qoyil. Ko'p-ku bu. Bular 42 ta ekan. Shuni. Ikkita ko'p ekan. Bir narsa qilish kerak. Tunni kunga aylantirish kerak. Poytaxtda 275 ta odam bor ekan. Buni poytaxtida 260 ta. Viloyatida eng ko'pi jami 573 ta. Ularni o'sib borishi. Tez o'sayotgan bular ham. Bular yangi nima ochibdi? Aqqa poytaxtdan ko'proq odam bor ekan, qo'yil. Yangi viloyatida. Net tinglashdi. Poytaxtga mas qo'shilib yangi viloyat ochilsa kerak tomonda yana. Bular yaxshi rivojlanibdi lekin. Bularda 5 ta viloyat bor ekan hozircha. 5 ta viloyat. Bularda ham 5 ta viloyat. Hech nima qilmaydi. Botiq qiroli ham xursand bo'libdi. Bular ham yozish topibdi. Hech narsa qilmaydi. Yaxshi. Necha yil o'tib? 96 yil. Deyarli 100 yil. 3 yildan so'ng 100 yil o'tadi. Bular paydo bo'lganiga. Qirol o'libdi, yangi qirol tayinlabdi bular. Mana.
Ro'rabli ekan. Ro'rab degan joyda qirol bo'pti. Bilamanki, chap tomon ChatGPT, o'ng tomon Claude. Ularda 714 ta bo'ldi aholisi. 713 ta tushdi. Bularda ham ko'p, bularda ham 700 ta chiqsa kerak, balki undan ham ko'pdir. Bularda ham ko'p aholi. Lekin endigina bu yerda bo'ldi 101 yil bo'ldi. 102 yil desa ham bo'laveradi. Baxt qirol yana o'libdi. Baqa qirollar qayoqdan tayinlabdi. Radodli ekan, chekka joyda qirol ekan. Yangi ochilgan joy. To'g'ri. Bular juda ko'p. Xo'sh, Baqa yangi viloyat gaz chiqdi. Gaz topdilar. Qirol yana o'limi? Turibdi qirol. Qirol yana o'libdi. Yangi qirol tayinlabdi. Ularda qirol kasalmi? Jiddiy o'laverar ekan. Vaqt o'zgardi. Bular ham deyarli hamma joyda bosib oldi. Bular ham hamma joyda bosib oldi. Qayiqlar, kemalar hammasi tayyor. Endigina 106 yil o'tdi lekin. Bot qiroli o'libdi, Claude tomonniki o'libdi, yangi qirol tayinlanibdi. Radod tomon Claudeniki, ChatGPTniki, Claude tomon Claudeniki. Xafa bo'libdi. O'ttiz to'qqizta tushdi, yana 40 ta bo'ldi. Bitta odam o'ldi, yana bittasi o'ldi. Yaxshi ketibdi hammasi. Va endi bitta vaqt to'xtatib borib kelay oliga. Xo'sh. Ketdi endi. Qana bilan nima qilibdi? ChatGPT tomoni. Uylar temirdan. Hammasi zo'r. 3-darajali uylar hammasi. Necha? Hammasi zo'r. Ko'p ketgan uylar, chekka joylarcha. Chekka joyga yog'ochli qolibdi. Yog'ochli yangi ochilgan joy. Hech nima qilmaydi. Shunaqaydi, rudalar juda ko'p ekan. Men bilganim o'ylam. Oho, saroylar qurib tashlabdi bular. Konlar. Haykallar ham quribdimi? Haykal ham quribdi, qoyili. Nimani haykali bu? Nimani haykalligini bilmadim. Zo'r haykallar. Oho, baqa bular qurilibdi. Hammasi zo'r. Endi ChatGPTni ko'rgan bo'lsak, endi Claude'ni ko'ramiz. Oho, bular ham zo'r bo'libdi. Zo'r. Kelinglar, 100 yilni olib tashlaymiz. Shu vaqtdan qo'varamiz. Yaxshi-ku. Hammasi yaxshi turibdi.
Hozir urushib ko'rsak. Vaqtdan rejalari, hammasi rejalar. Vaqt to'xtagan ekan, botdim next hozirda. Necha hech nima qilmaydi. Urushda kichkinagina bo'lsa ham. Bakcha yer qo'yib chiqamiz, yer. Kim bilan urush qilaman? Tayyor endi esa. Endi shular urush boshlaydi. Yangi qirol bo'ldimi? Yangi qirol bo'lmasa, manda xullas hammang bir-biring bilan urushlaring. Bir-biring bilan urush. Jang bu. Va qo'yaveramiz. Bular xo'sh urushga tayyorlanibdimi? Jang. Bular urushyapti, o'zi tomoni. Urush bo'libdi, urush. Xo'shbaxtda yangi qirollik chiqibdi. Biz buni birlashtirib yuboraman. Vaqt to'xta. To'xtagan ekan yana birlashtirib yuboramiz. Bu bilan bu. Bularni birlashtiraman. Maslahatni qo'l beradi. Urush bo'libdi ekan, mayli urush bo'lsa. Baribir ChatGPT tomon bu ikkovini bosa oladi, Claude tomon buni bosa oladi. Bosib oldi ham. Baqqa urush bo'libdi. Shu urush. Bular bosa oldi yana endi. Baqqa urush bo'libdi. Shu ko'ramiz. Bo'lsa bo'laversin. Urush ham. Urush nima bilan? Bularda urush nima bilan tugaykan? Qirol o'libdimi? Voy, nima bo'libdi? Bo'ldi, urush davom etyapti. Qirol o'ldi, yangi qirol. ChatGPT tomonidan 500
42 odam. Klaudiya tomonda 652 odam. Yangi qurollar kelib chiqdimi? Ikkita qirol tomon ketib qolaman. Shuna qilaversinchi, nima bo'larkan? Qirol o'ldi. Yangi qirol keldi. Qasrniki qirol o'ldi. Hunnerda qiroli 8 marta yig'labdi. Homer 96 yosh ekan u. ChatGPT qiroli 118 yosh ekan, 7 marta yig'labdi. ikki yuz 36 marta kulibdi. 238, 239. Xo'sh. Nima bo'laykan bu tomonda? Mana urush tugadi. Buni joylarga meteorit tushdi. Tushgandan keyin shuni izlab qolib ketdi. Xullas, Klaudiya yutqazdi. Endi buni ChatGPTga aytish kerak. ChatGPT mutlaq g'alaba qozondi. Endi ChatGPTga kiramiz. Boya kirmaganni sababi internet o'chirilganda reklama chiqmasligi uchun internet yoqishni qilishdi. Endi bo'ldi. ChatGPT vs Klaudiya. Tabriklayman. G'alaba qozonding. G'alaba. Rahmat. Sehrli o'rmonda aqlli bilan kurash g'alaba qozonadi. Endi video shunday qiziqarli final bilan yakunlashi mumkin. Klaudiya 200 yer hududi bilan kurashishga urinishdi, lekin sehrli o'rmon sirli u ham sehrli o'rmon tangandi. Jo'natamiz-a. Telefon yana bo'ldi.
Faqat tushundim va ikki. Demak, ikki tomon ham Klaudiya ham tanlagan. Bu holda o'yin yanada qiziqarli bo'lib, xo'sh, hududlar nimalo bo'ladi. Endi ChatGPT yutganini Klaudiyaga aytish kerak. Klaudiya nima deb yozsam ekan? Xo'sh, nima deb yozishim mumkin unga? Topdim. Sen mag'lub bo'lding. Afsuski, sen mag'lub bo'lding. Yo'q, mag'lubiyat nima bo'ldi? ChatGPT meni qanday yengdi? Ayt. U qaysi zonani tanlagandi? Qanday hujum qildi? Meni qo'shini qanday halok bo'ldi? Keyingi safar qasos olaman. Rematch bo'ladi. Albatta bo'ladi. Buncha 400 obunachidan so'ng meni kanalimda 400 obunachidan so'ng revanch bo'ladi. Durust obunachi kelishligini men kutaman. Kanalimga qasos olaman. Keyingi safar strategiya sehrli o'rmon yoqish zonasi ham muzlab qolsin. O'zaniki ham muzlab qolmaykanmi? Shuni aytib qo'y, men ham kuzatib turaman. Kuzataversan va ChatGPT'ni g'alabasi bilan tugat.